bitta ish turdi o'sha joyda. Qalbidagi kichkina shirk, ya'ni riyodir. Najot etuvchi eng katta amal qalbda ixlos ushlab turish. Bu qiyin kechadi. Hatto Ramazonda qutula olmayotgan odamlar bor, riyoda. Ramazonda qutula olmay qiynalib yurgan odamlar bor. Ramazon kunida shaytonlar zanjirdan desa, ha, shayton emas ekan, ayb o'zim nafsida ekan. O'zida ekan eng katta ayb. Ulamolar shunga aytadi, sen haqiqiy yuzingni ko'rmoqchi bo'lsang, Ramazonda bir qarayman. O'sha sensan deyishadi. Chunki undan avval sen shaytonni to'nkal yurding. Shayton aybdor, shayton yo'ldan urdi, shayton meni vasvasa qildi. Shayton zanjirband qilindi, Alloh senga yordam berdi. Shu Ramazonda o'zingni kimligingni ko'rasan deydi. Agar o'shanda ham Allohning yo'liga qaytmagan bo'lsang, o'shanda ham amal qila olmayotgan bo'lsang, o'shanda ham Allohni rozi qiladigan amallarda sobit turmasdan, yana o'sha lag'u bekorchi narsalar bilan Ramazonda ham band bo'lib qutula olmasang, sen o'shasan. Qiyomat kuni menga chiroyli muomala qilinsin deb qomtama bo'lmagan. Chunki sen Allohga go'zal amal qilganing